Assalomu alaykum. Bizni kuzatib boruvchi do'stlar, hamyurtlar, hamkasblar, dehqon aka-ukalar. Xudo xolasa ko'rishlaringiz mumkin. Qancha o'lchang. Plantatsiyamizda ishlar ketyapti. Xudo xolasa kimga sifatli bo'lgan biogazga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa mana shu tasvirda ko'rib turgan bioreaktorlardagi biogazlarimizni elab tayyorlab, xaltalab navigatsiyaga olib kirganmiz. Kimga mahsulot kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Hozirgi kunduzda 50 tonna atrofida mahsulot sotuvda mavjud. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Mana qo'shimcha oziqa berish ishlarini olib boryapmiz. Bu ishlarimiz kelasi yil bahorga tayyorgarlik bo'lyapti. Kelasi yil bahorga tayyorlaymiz. Xudo xolasa mana shu tasvirda ko'rib turgan reaktorlaringizga ko'ngillar to'kib, sharoitlar qilib, kelasi yil bahor uchun ham hosil uchun ham xudo xolasa kamida bir 100 tonna, 120 tonna atrofida hosil chiqarib beramiz degan umiddamiz. Kimga biogaz kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqing. 33lik 343 0004. Ismim Sobir. Sifati a'lo darajada bo'lgan biogazlarimiz sotuvda mavjud.